Yo, hammaga assalomu alaykum. Men sizlar bilan o'sha Filio okalar ko'p oylar video chiqmadi. Nimaga video chiqmadi? Tanaffus, bahona tanaffus. Bugun biza Cristiano Ronaldoning Portugaliyasini jahon chempionligiga aylantiramiz. Keyingisiga qaysi terma jamoa bo'lsa, buni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Unda biza let's go. Bizning guruhimiz Portugaliya, Kongo va o'zimizning yurt O'zbekiston, ya'ni o'zbekcha bo'ladi. Kolumbiya oxirgi o'rinda. Igrani boshamiz va bizni guruhga tushganimizni aytdi. Xorvatiya. Nimaga Xorvatiya Angliyadan ustun desangiz, 2018-yil Xorvatiya finalga chiqdi, ammo yaxshi bilsa kerak. Bizga qiziqmas. Va mana Ronaldo va bu obunachilar bitta kishiga o'xshatdim. N'Golo Kanate borku, fransiyalik o'yinchi. Mana shunga. Let's go. Va mana Portugaliya Cristiano Ronaldo, Trincao, Neto, Fernandes, João Neves, Vitinha. Nega Vitinha? Netoni almashtiramiz. Neto bizga o'xshim kerak emas. Koshta tushadi okalar. Koshta chunki bilasizlar. João Felix, Bernardo, Neves. Nima? Neves? Vitinha negadir daraja past. Araujo, Nunes, Ruben Blanc, Viega, Nuno Mendes, Cancelo, demak Vitinha darajasi past, shuning uchun Nevesni tushiramiz. Bruno Fernandes, Ronaldo. Ronaldo kapitan bo'ladi endi nima? Penalti Ronaldo, Firefic. Bruno Fernandes emas, Ronaldoni Firefic'ga qo'ysak. Jamoa sardoni ham kim bo'ladi? Ronaldo bo'ladi. Bo'ldi, obunachilar. Bo'ldi, obunachilar start berdik. Telefon orqasidagi ovozlar uchun juda katta uzr so'rayman. Boshlanyapti. Mana tarkib. Ronaldo 41 yoshda 88 level. Voy. Boshlaymiz. Square pass. Cancelo. Knocks it towards to the front. Losing possession. Nega qo'tyapti? Okil internet yaxshi emas bo'tdi. Chance in the box. Va gol obunachilar. Bruno Fernandes. Ronaldo pas berdi Mendesga va Fernandes maqladi. Visa striker asosiy Rafael Leao menga yoqadigan o'yinchi, chunki pressing. Fernandes hujumga o'tyapti. Ronaldoga pas. Ronaldo. Uy, ozgina. Mana shunday zarba. Pressing. Chunki pressing foydasi juda zo'r. Bu yil Chempionlar Ligasi kim yutadi? Kommentariyada yozib qo'ying va berib qo'ydik. Gapiraman deb berib qo'yganman. Voy, Ronaldo strikerga qo'lsan. Voy, qutib qoldi. Just cutting off the supply. Voy, pas. Netoga Cancelo yaxshi pas bilan o'ynaydi. Neves, Ronaldo. Gol Cristiano. Jahon chempionatidagi 10-goli. 11 edimi? Bilmayman. Endi bu bilmasam.
Ronaldo nimaga o'tkazib yubordi? Bu bilan bersam Ronaldo qarshilikda pressingga chiqib ketadi va mana bunaqa o'yinchilar o'rmonligi uchun dribling. Gol! Dubl Ronaldo. O'zining jiyasi. Ligi yaxshi, qaranglar, to'pini o'zi bilan oldi. Ikkita futbolchini it qildi va zarba yuqori 9-salikka mixladi. There goes the ball. Losing Shu yerni o'zidan olib qo'ydik va pressingni sherdan pushka. Sal. O to'sinni o'tib ketibdi. Ronaldo xavfli hujumchiga aylanishi mumkin. Oltin to'pga boshda bo'lgan bo'ladi. Va gol. Hat-trick. Ronaldo qaysi? Kongo bilan o'ynab turdingmi? Ha, Kongoga qarshi hat-trick qayd etdi. Bittasi Bruno Fernandes, Nuno Mendes pasi bilan, lekin hujumni Ronaldo boshladi. Va bunaqa. again. Negerlar videomiz yoqqan bo'lsa kanalga like darhol chiqadi, chunki mening telefonimda 15 daqiqadan ko'p video chiqara olmaymiz. Losing possession. Barcelona o'yinchisi Mendesda voy qanday uzatma, Ronaldoga qaytariladi. Ronaldo esa birga bir vaziyat, Ronaldo birga bir vaziyatni uradi va hat-trick. Ronaldo Jahon chempionatidagi 13-gol deb hisoblaymiz. Va juda zo'r o'yin. MVP ga boshda bo'lgan. Mendes 1 gol, 1 assist. Yo, 2 assist, Mendes 2 assist. Lekin Ronaldo o'zini hujum boshlayapti. There goes the ball. Fails to keep the ball. Bruno Fernandes o'tib ketdi. Bruno Fernandes dubl. Stoppable today. Fernandes o'yinchisi. 75. Losing possession. Zarba va bu safar mixladi 9-salikga. Ronaldo o'zining jestida amalga oshirdi va bu super zarba. 41 yoshlik o'yinchi. Yaqinda to'yi bo'ldi. Jorginho Rodriguez bilan. Voy, varatarda qo'l yetmaydigan joyga berdi. There goes the ball. Fails to keep the ball. Qo'yapti va bu safar sherda zarba. O'z qo'lyapti. Yana o'shanaqa vaziyat. O'tkazib yubordik va Rafael Leao. Jamon Ronaldo. Bu zarbani kuchliligini Varatarsga gap bo'lishi mumkin emas. Like bosing Varatars uchun. Voy. Millimeter bo'lmadi. Might be able to get in behind the defense. Wow. Vaqti gap qoldi. Birinchi taym. Va 7-0 Ronaldo, Bruno Fernandes va Ronaldo. Bruno Fernandes 2 gol. Mutlaq ustunlik bilan o'ynayapmiz. Ikkinchi taymga kimni tushiramiz? Ikkinchi taymga Vitinha tushirgan yaxshiroq. Vitinha bilasiz. Va yana qaysini? Ronaldo gol urdi, Gonzalo Ramosni tushirmaymiz. Ronaldo chunki olti to'p ham olish kerak. Ensayo, Neves, Araujo Sebe. Ama Trinkao'ga Felix tushiriladi. Trinkao o'yin chiqmayapti. Neto, Pedro Neto. Leo ikkinchi taymda almashtiriladi va Joan o'yna bilmas ekan-da. Xo'p, bosdik.
Qotyapti, internet umuman ishlamayapti. Shekilli Wi-Fi'ga bir tekshirib kelish kerak. Ronaldo, Bruno Fernandes yangi o'yinchilar bilan Ronaldo juda yaxshi o'ynashi kerak. Zarba! Bu zarbani gol qilish kerak edi Ronaldo. Buni qarang, qaysi burchakka beryapti. Bruno Fernandes to'g'ridan-to'g'riga zarba. Long pass. It's in. Aylantib ketdi to'pni. Mana ushladi va zarba. Yo'qdi, Neto o'yin ochiladi shekilli bugun. Vitinha, Neto. Vitinha aktiv, Vitinha pas berishga Ronaldoga, Ronaldo. Gol! O'ynayapti Trincao Mendes. Trincao almashtirding shekilli. Kim edi? Again. Va Ronaldo, davay. O'tadi. Zarba yo'llaydimi? Zarba yo'llaydimi? Yo'q. Va shotdan gol. Cancelo. Ronaldo assistligida gol uryapti. U Messidan nishonlama, Portugaliya. There goes the ball. Visa Romaga o'ynaydi shekilli, menimcha. Danger, reverse it for now. Long shot. Voy, qanday zarba! Nega ura olmadi? Long shot berdi. Yer bilan beramiz, okey? Pedro Neto yaxshi aktiv, charchamagan o'yinchi. Joao Felixga to'p yubordi. To'p esa qaytib pas keldi. Neto! Gol! Va Portugaliya mutlaq ustunlik qilmoqda. Mutlaqo Jude Bellingham jasi va gol. Va bu shedevrni qarang. Varataris nima qilishni bilmay qolyapti-yu bu yerda. Neto vartasini ham aldab o'tib gol tiqyapti. Vay! Losing possession. Cristiano o'zi ketolmaydi, charchadi Cristiano. Qaytib yana Joao Felixga, o'zini jamoadoshiga va tashqariga chiqib ketdi. 10-0. Voy. Ronaldo urolmayapti. Va botga olib kelamiz va Mendes! Nuno! Shedevr gol! Super! Mendes! Voy, 9talikka mixladi-yu! Jela deb qo'yadi-yu. There goes the ball. Fernandes oldu mu? Ronaldo aktif. Fernandes esa qaysi o'yinchiga? Ikki taraf yopiq. Joao Felix yana hujum boshlovchi asosiy figura. Ronaldo esa zarba gol. Super gol. Bugungi videomiz yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bo'lib qo'yinglar. Menga juda yoqib ketyapti. Super gol. Fernandesdan assist. Mana. Okeylar, o'yinni shu joyda tugatamiz, chunki 17 daqiqa qo'shib beryapti. Shu goldan keyin video tugaydi, okeylar. Buni Joao Felix qaytib pas yubordi. Ronaldo olib qo'ydi. Ronaldo. Voy. O'yinchilar videomizni yoqamasa like, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan mana o'sha video bo'laman, unda xayr.